Ayol odatda erkakka to'g'ridan-to'g'ri kelib men sizga qiziqaman va siz qadam tashlang deb ochiq aytmaydi, bu insoniy his. Tuyg'ularning real hayotda odatda shunday namoyon bo'lishi emas, aksincha qiziqish ko'pincha juda nozik va bilvosita harakatlar orqali ifodalanadi va ko'pchilik odamlar bu signallarni ko'radi, lekin to'g'ri tushunmaydi. Eng ko'p e'tibordan chetda qoladigan muloqot yo'llaridan biri bu tana harakatlari, ayniqsa jismoniy teginish, ya'ni uning o'z harakati hisoblanadi va agar erkak bu kichik va ko'pincha ong osti harakatlar nimani anglatishini tushunmasa, u muhim signallarni sezmasdan boy berishi mumkin. Haqiqat shuki, inson muloqotining katta qismi so'zsiz sodir bo'ladi. Ko'plab tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, his-tuyg'ular, niyat va ichki holatlar ko'pincha tana tili, yuz ifodasi, gavda holati va mayda harakatlar orqali uzatiladi va bu ba'zan so'zlardan ham kuchliroq bo'ladi. Bu holat ayniqsa qiziqish paydo bo'lganda yanada aniq ko'rinadi. Ko'p ayollar o'z qiziqishini ochiq aytmaydi, balki uni juda nozik tana harakatlari orqali namoyon qiladi va bu ko'pincha ong osti darajasida sodir bo'ladi. Buni yaxshiroq tushunish uchun eng ko'p uchraydigan tana signallarini ko'rib chiqish kerak, ayniqsa og'ziga tegish va buyumlar bilan o'ynash kabi harakatlar. Eng ko'p kuzatiladigan holatlardan biri bu sochga tegishdir. Ayol suhbat paytida sochini to'g'rilashi yoki u bilan o'ynashi ko'pincha qiziqish belgisi sifatida qabul qilinadi, lekin muhim jihat bu kontekstdir. Agar bu faqat bir marta sodir bo'lsa, bu oddiy odat bo'lishi mumkin, lekin agar tez-tez takrorlansa, masalan, sochni aylantirish, bir tomonga tashlash yoki bo'yinni ochish, bu ichki hayajon va ortgan e'tibor belgisi bo'lishi mumkin. Bo'yin va yoqa suyaklari bilan bog'liq harakatlar ham shunga yaqin hisoblanadi. Ayol ba'zida bo'yniga yengil tegishi yoki terisini silashi mumkin. Bu hudud inson tanasida sezgir joylardan biri hisoblanadi va tana tili tadqiqotlarida bu ochiqlik va ishonch belgisi sifatida ham talqin qilinadi. Ba'zida bu faqat ichki energiyaning chiqishi bo'ladi, chunki odam hissiy yoki ijtimoiy jihatdan qo'zg'alganida tanasi bu energiyani mayda harakatlar orqali chiqaradi. Lablar bilan bog'liq harakatlar ham ko'p kuzatiladi, masalan, labga yengil tegish, labni tishlash yoki lab bo'yog'ini to'g'rilash. Lablar muloqot paytida tabiiy ravishda diqqat markaziga tushadi va ko'z harakati tadqiqotlari odamlar ko'pincha yuzning, ayniqsa ko'z va lab qismini ko'proq kuzatishini ko'rsatadi. Lekin faqat lab harakati hech qachon yakka o'zi aniq signal sifatida qabul qilinmasligi kerak, chunki bu oddiy odat yoki asabiylik ham bo'lishi mumkin. Zargarlik buyumlari bilan o'ynash ham juda keng tarqalgan holatdir, masalan, uzukni aylantirish yoki marjonni ushlash yoki sirga bilan o'ynash. Psixologik jihatdan bu o'zini tinchlantirish harakati hisoblanadi, chunki odam kuchli hissiy holatni boshdan kechirayotganda tanasi qo'llar orqali energiyani boshqarishga harakat qiladi. Agar bu faqat bitta odam bilan muloqot paytida tez-tez sodir bo'lsa, bu ichki hissiy javob kuchayganini ko'rsatishi mumkin, lekin baribir har doim umumiy vaziyatni hisobga olish kerak. To'g'ridan-to'g'ri jismoniy aloqa esa ancha kuchli signal hisoblanadi. Agar kimdir suhbat davomida yengil qo'lga, yelka yoki qo'lga tegsa, bu ijtimoiy chegaraning kesib o'tilganini bildiradi. Psixologiyada yengil teginish ishonch, iliqlik va yaqinlik hissini oshirishi bilan bog'liq va bu ba'zida romantik qiziqish belgisi ham bo'lishi mumkin, lekin u doimo boshqa signallar bilan birga baholanishi kerak. Eng muhim narsa shuki, bitta harakat hech qachon yakka o'zi to'liq ma'no bermaydi. Keyingi harakatlar, ko'z qarash, yuz ifodasi va umumiy xulq bilan birga tahlil qilinishi kerak. Yana bir nozik holat bu buyumlar bilan o'ynash, masalan, stakan yoki piyola ushlab turib uning chetini barmoq bilan aylantirish yoki doimiy ravishda uni silash. Bunday harakatlar psixologiyada displacement activity deb ataladi, ya'ni ichki hissiyotlar to'g'ridan-to'g'ri chiqolmaganda u buyumga yo'naltiriladi. Lekin bu har doim ham qiziqish degani emas, shuning uchun kontekst juda muhim hisoblanadi. Kiyimni to'g'rilash ham ko'p uchraydi, masalan, ko'ylakni tekislash, yengni to'g'rilash yoki gavdani rostlash. Bu odatda o'zini taqdim etish harakati hisoblanadi, lekin agar bu aynan ma'lum bir inson yonida tez-tez sodir bo'lsa, bu o'ziga nisbatan ortgan e'tibor belgisi bo'lishi mumkin. Eng ko'p noto'g'ri tushuniladigan holatlardan biri bu yakni qo'lga qo'yib tinglash holatidir. Ko'pchilik buni zerikish deb o'ylaydi, lekin ko'pincha bu diqqat bilan tinglash va qulaylik belgisi bo'ladi. Yuzni qo'l bilan ramkaga olish, ya'ni facial framing ham ko'pincha diqqat va qiziqish bilan bog'liq bo'ladi, lekin u doimo ko'z qarash va yuz ifodasi bilan birga tahlil qilinishi kerak.
Eng asosiy xulosa shuki, hech bir tana harakati universal kod emas, har bir belgi turli vaziyatda turlicha ma'no berishi mumkin. Shuning uchun tajribali odamlar bitta belgiga emas, balki bir nechta belgilar ketma-ketligiga qaraydi. Oxirida tushunish kerak bo'lgan narsa shuki, inson xulqi aniq qoidalar emas, balki tendensiyalar asosida ishlaydi va bu tendensiyalar faqat umumiy kontekstda to'g'ri tushuniladi.